Nima bu? Suv, aka, suv. Ertalabda mashinamni gazi ishlamay qoldi va ustaxonaga ketirdim. Suv solingan mana. Hozir yoqib ko'ramiz. Suvmi bu, kondensatmi? Yonmayapti. Şimdi içinden çıkan. Filtrenin o'zini yoqib Xalqlarda. Suv bilanmi aka bu? balonni ichini oling ayol. Süt beryapti balon, süt. Haqiqatda mana suv balonning ichida. Hozir tushirib ko'ramiz. Mashin nima uchun buzilganiga sabab topildi. Propan olgan edim. Lekin bu propanning o'rniga bilmadim suv solib berganlar. Ular jarayonlarni ko'ramiz. Hozir gaz ballonlar tushirilyapti, olaylar ochiladi. Natijalarini ko'rsatib boramiz. Haqiqatdan suv tekshirib ko'rdik. Yoqib ko'rdik zajalka bilan. Suv. Suv bo'ldi. Gaz hidi ham yo'q mana umuman. Aka, nima bu? Suv, aka, suv. Mashindan gaz ballonni yechib oldik. Mana. Suv. Endi ko'ramiz. Zapravchilar bilan gaplashamiz. Qani nima deylar? Bunga izoh beradilar. Kutamiz. Jarayonlarni qo'yib boraman.